bir kunda bir soatda shu darddan xorij bo'ldim. Alhamdulillah. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rib turganlar. Xo'sh tog'amiz bizda ilgari kuni 2 kun oldin operatsiya bo'ldi. Operatsiyamiz millep amaliyot o'tkazildi. Bu degani через CD yo'l orqali kirib, lazer orqali prostatani полный inokulatsiya qilib olish amaliyoti. Xo'sh tog'amiz bugun 2-chi kuni. Bugun Xudo xolasa uyiga javob beramiz. Bundan oldin yillardan beri qiynalib kelgan prostata bezidan tog'amiz qutuldi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilari. Mana alhamdulillah mana 3 yildan beri CD yo'lida qiynaldim. Tomchilab erta bilan turganda 4-5 marta hatto namozga borish ham qiyin bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah, Xudoga shukr, mana olim bolalar mana o'qib shunchalik bularda ota-onalariga, o'qitgan ustozlariga, o'zlarining o'zlarining qilgan harakatlariga Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana operatsiya qilib 1 soatda operatsiya qilib chiqdi kecha. Mana bugun turib yuribman. CDlar boyagi yosh bolalar qanday siyayotgan oldingi vaqt bo'lsa, shunday bo'lib kelyapti. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah, Xudoga ming qalla shukr. Yaxshi bo'lib qoldim. Buni hali yashirib, bekitib juda qiylandi. Mana yonimda bitta akaxonim keldi. 20 yildan beri bekitib kelayotgan ekan. U o'tib ketibdi. Shuning uchun men ham 3 yildan beri juda qiylanyotgandim. Hatto uyda ayollar, kelinlar bor. Shulardan qiynalib kelyotgandim. Bu ukamni eshitib keldim. Mana alhamdulillah bir kunda 1 soatda shu darddan xorij bo'ldim. Alhamdulillah yaxshiman. CDlar rivojlanib yaxshi kelyapti. Mana bugun turdim, yaxshi yuribman. Ularga ming rahmat. Shu yerda qurib, shu zdaniyalarni qurib, shu odamlarga yaxshilik qilib kelayotgan, mana shu zdaniya qurgan odamga mingdan ming rahmat, otasiga rahmat. Shunchalik sharoit yaratib qo'yibdi. Mana ukamlar shunday o'qishlarni bitirib mana xalqqa xizmat qilyapti. Alloh taolo umrini uzoq qilsin, farzandlarini baxti kamolini ko'rsin, iymonlarini mustahkam qilsin Alloh. Rahmat. Sizam sog' bo'ling, Rahmat. Bu sizga o'xshagan bir oqsoqollar juda ko'p-da. Siz aytmoqchi uyalib, ko'ringani, tortinib, borolmayotgani qancha. Shularga bir maslahatingiz. O'rtoqlar, ayollarmi, erkaklarmi uyatmanglar. Vaqt o'tgan sari qiyinchilik bo'lar ekan. Vaqt o'tgan sari qiyinchilik bo'lar ekan. Ayniqsa qarib kelib qolsangiz o'ta qiyin bo'lib qolar ekan. Yoshlikda shu narsa boshlanganda darrov kelib murojaat qilib, shundan xorij bo'lsanglar, o'zingizlarga, sog'lig'ingizlarga katta foydasi bor ekan. Alhamdulillah, rahmat. Rahmat, Alloh umringizni uzoq qilsin, rizqingizni baland qilsin, o'ylab yurgan shariy maqsadlaringizni Alloh hozir qilsin, dunyomiz tinch bo'lsin, podshohlarga ham Alloh insof tavfiq bersin, iymonlarini mustahkam qilsin, mashayi kelgan barcha bemorlarni shu dardiga shifo bersin, umringizni uzoq qilsin. Sog' bo'ling. Rahmat.